Xo'p, endi bu jadvalimizda funksiyalarda umumiy logikasi tayyor. Endi buni ko'rganda chiroyli ko'rganda tushunarli bo'lishligi uchun bunga endi biroz stil beramiz. Buning uchun bu yoqda Excel saytida mana bu 3 ta tugma turgan joyni bosganingizdan keyin stilla bo'limi ochiladi. Style va biz heading tour yozamiz va biroz shiftni kattalashtiramiz. Va bu yoqdan oralarni ham biroz kengaytiramiz, ko'rinishi chiroyli holatga o'tish uchun. Xo'p. Va bu yoqdan sanalar bo'limini sanalarni ham heading tour bo'yicha o'zgartiramiz va jami. Mana bu yerda o'zi stil bo'limida jami degan qismida total dizayni bor. Bu qismlarga ham shu tarzdagi dizaynni beramiz va bularda background biroz o'zgartirib qo'yamiz va backgroundni biroz ochiqroq holatga o'tkazamiz. Xo'p. Shu tarzda bizda haftalik xarajatlarimiz uchun dashbordimiz tayyor. Hop. Dashbordimiz demak tayyor. Bir haftalik. Haftani oxirida aytaylik, mana bular shanba va yakshanba kunlari